Yil o'qituvchisi tanloviga tayyorgarlik qanday bo'lmoqda? Yil o'qituvchisi tanlovining 3-bosqichiga tavsiya etilgan badiiy hamda siyosiy adabiyotlarni o'qib tugatdim. Hozirda esa taqdimotim ustida ishlamoqdaman. Barcha ustozlar qatori men ham sizga havasdaman va butun jamoamiz bilan sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar bizni izlanishga, yangilik yaratishga va yanada yuksak natijalar sari ilhomlantirmoqda. Men tanlovga tayyorman. Sizchi?